Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Dildoraxon ikkinchi farzandi. Ikkinchi farzandida. Yotmasa bo'lmaydi, tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Isitma kirib, ko'ngil aynib, uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Ko'kragi tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Demak, qo'ltiq tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda-mayda, manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. O'g'lim aytdiki, "Mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, ichasizmi?" Dodi lekin mayli dedi. Farzandingiz shu kasallikni charilib qolgan eshitganingizda ichingizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Ha, men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dodi Alloh shifo bergani rost bo'lsin dedim. Bir oy to'liq ichishni Bir oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Eron uzoq masofaga uchuvchi yangi ballistik raketasini namoyish qildi. Eron Mudofaa vazirligi Tehronda o'tkazilgan rasmiy tadbirda Qosim Basir nomli o'rta masofali yangi ballistik raketasini jamoatchilikka namoyish etdi deb xabar bermoqda Yeni Shafaq nashri. Ta'kidlanishicha, raketaning uchish masofasi kamida 1200 km bo'lib, u zamonaviy yuqori aniqlikdagi yo'naltirish tizimi bilan jihozlangan. Eron rasmiylariga ko'ra, Qosim Basir AQShning THAAD kabi ilg'or raketaga qarshi mudofaa tizimlarini ham yengib o'tish qobiliyatiga ega. Bu xususiyat raketani AQSh va uning mintaqaviy ittifoqchilarining tizimlariga qarshi samarali vositaga aylantiradi. Xabarda aytilishicha, raketa 2020-yilda AQSh zarbasi oqibatida halok bo'lgan eronlik general Qosim Sulaymoniy sharafiga nomlangan. Eron Mudofaa vazirligi ushbu raketaning ishlab chiqarilishini mamlakatning asimetrik to'xtatib turish strategiyasi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish siyosati ekanini ta'kidladi. Rossiya Ukrainaga yana zarbalar berdi, qurbonlar bor. Kecha 4-may kuni Rossiya Ukrainaning turli hududlarini o'qqa tutdi va buning oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Dnepropetrovsk viloyatida otishmalar oqibatida 1 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. Bundan tashqari Rossiyaning Marganets shahriga ertalabki zarbasi chog'ida 3 kishi, 39 va 68 yoshli erkaklar va 75 yoshli ayol jarohatlangan. Ularning barchasi o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Xersonda Rossiya dronlarining hujumi oqibatida 2 mahalliy fuqaro jarohat olgan. 40 yoshli ayol avtomobiliga portlovchi qurilma tashlanganda umurtqa pog'onasi va oyoqlaridan jarohat olgan. Jabrlanuvchining ahvoli o'rtacha og'irlikda va u ayni damda shifoxonada. Qolaversa, Donetsk viloyatida ham rossiyaliklarning mahalliy aholini o'qqa tutishi oqibatida 6 kishi yaralangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-may kuni kechasi Rossiya qo'shinlari Xarkov shahriga keng ko'lamli dron zarbasi bergan edi. Hujum oqibatida shaharning 4 ta tumani zarba ostida qolgan. AQSh Xusiylarining qurol omborlariga zarba berdi. AQSh harbiylari bugun 5-may kuni Xusiylar nazoratidagi Sano shahrida joylashgan nishonlarga bir qator zarbalar berdi. Bu haqda Al Arabiya telekanali xabar berdi. Uning manbalariga ko'ra, AQSh Sano janubidagi As-Savat hududida Xusiylar tomonidan qurol saqlash uchun foydalanilgan omborlarga kamida 3 ta havo hujumi uyushtirgan. Avvalroq Xusiylar nazoratidagi Al-Masirah telekanali AQSh Sano va Al-Hudayda provinsiyasidagi Ras Iso portiga qator zarbalar bergani haqida xabar bergan edi. Isroil zaxiradagi 10 minglab askarni G'azodagi urushga chaqirdi. Isroil G'azo sektorida Hamas guruhiga qarshi operatsiyalarni kuchaytirish va kengaytirish uchun 10 minglab rezervdagi askarlarni chaqirish boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda Isroil mudofaa kuchlari Sahal kecha 4-may kuni ma'lum qildi. Harbiylarning ta'kidlashicha, armiya yer usti va ostidagi barcha Hamas infratuzilmasini yo'q qilish uchun yangi hududlarda harakat qiladi. Isroil va Hamas xalqaro vositachilik bilan olib borilgan muzokaralarda yangi sulh bitimiga va qolgan 59 isroillik garovga olinganlarni ozod qilishga erisha olmadi. Ayni paytda atigi 24 mahbus tirikligi taxmin qilinmoqda. 18-mart kuni Hamas bilan urushda 2 oylik sulh barbod bo'lgach, Isroil G'azo sektorida janglarni qayta boshlaganidan beri birorta ham garovga olingan odam ozod etilmadi. O'shandan beri G'azo sektorining katta qismi
Isroil nazorati ostiga o'tdi. 100 minglab aholi yana ko'chishga majbur bo'ldi. Sahalning yangilangan hujumlari fonida oziq-ovqat, suv va dori-darmonlarning jiddiy tanqisligi haqida xabar bergan yordam guruhlari Isroilning harakatlarini urush jinoyati bo'lishi mumkin bo'lgan ochlik siyosati deb atadi. Yamanda faoliyat yuritayotgan va G'azo sektoridagi Sahal operatsiyasini to'xtatmoqchi bo'lgan Husiylar guruhi 4-may kuni Isroil aeroportlariga yangi hujumlar uyushtirish orqali Isroilni havo blokadasi bilan tahdid qildi. O'sha kuni ertalab Husiylar raketasi Isroilning asosiy Ben-Gurion aeroportiga kelib urilgan edi. U asosiy terminal yaqiniga tushdi. 6 kishi yengil jarohat olgan. Isroil bosh vaziri Xonxor Benyamin Netanyahu uning mamlakati javob choralarini ko'rishiga va'da berdi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.